Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 23-aprel haftaning chorshanba kuni biz Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana paypoqlar bor bu joyda. Bu akamizning do'konlari. Hormang aka, va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana paypoqlaringizni narxini tanishtirib yuborasiz aka, nech puldan boshlab nech pulgacha? 1,5 ming so'mdan boshlab 1,5 ming so'mdan boshlanar ekan. mana shular 1,5 ming so'mdan. Mana shular 1,5 mingmi? 1,5 ming so'mdan donasi. 2 ming so'mliklari bor. 2 ming so'm. Mana bu tomondagilar ham 2 ming so'm. Podrastkovoy detskilar. Jenskilarimiz bor. 2800 so'm beryapmiz. Jenskilarda har xil turdagilari bor. 2,5 ming so'mlik nimalar bor mana bu tomonlarda mana 2,5 ming so'mliklar, 2 ming so'mliklari bor. Shular 2,5 ming so'm xabilik. Mana bular bo'lsa 2800 so'm bular. Shular 2800 so'mmi? 2800 so'm. Mana tomondagilari 3000 so'm mana. Pastiga qatorlar. Shular a? Keyin hurmatli muxlislar mana 3000 so'm deyishyapti. Shu bitta narsani tushuninglar. Mana bu turishi 3000 so'm bas. Bu turishida, ha. Pachkasi 30 ming bo'ladi. Mana shu bir jup paypoq 3000 so'm deyilyapti. Keyin bu donaga sotilmaydi. Mana shu turish sotiladi. Mana shu ichida ba'zi paypoqlarda 10 ta bo'ladi, ba'zisida 12 ta bo'ladi. Shuni ham tushuntirib qo'yaylik-da. Kimdir telefon qilib, pachkasi 3000 deb ham tushunib olish mumkin-da, pachkasi 1,5 mingdan ekan deb. Bu yerda donasi bir jup paypoqda aytilyapti, bu yerda ichida 10 ta, 12 ta bo'ladi. Shu akamizning paypoq do'konlari. Xullas, mana yana aytib qo'yamiz, eng arzoni nech puldan boshlanadi? 1,5 ming so'm. 1,5 ming so'mdan boshlanar ekan paypoq. Optimalisi yana tushib beriladi. Ha, eng qimmati nech pulgacha? Eng qimmati 3,5 ming so'mgacha. Hozirgi vaqtda hammasi o'sha 1,5 mingdan boshlab 3,5 ming so'mgacha bo'lgan paypoq. Bor. Nima? Ketaveradi. Mana shu yozgi, Bor. yubqa paypoqlarda Ha, 2000 so'mligi ham, 1800 so'mligi ham bor, 1700 so'mligi ham bor, 2,5 mingligi bor, 2300ligi bor. Har xil ketaveradi. Eng qimmati 3,5 ming so'm, eng arzoni 1,5 ming so'm. hozirgi vaqtda. Ha, hozir. Sizni telefon nomeringiz 97lik 97lik 501 501 0995. 0995. Shu nomerga telefon qilsalaring, shu akaga aloqaga chiqasizlar, paypoq kerak bo'lsa. O'rasizlar? Hisoblayman. Hop, do'konlarining nomi mana Farovon. Boboshbek bozorini o'sha ichkari tomonidan kelganlarida mana shu joyda eslab qolasizlar. 320. D qatoriga o'tasizlar mana 320-do'kon ekan.